Hayırlı gün, hürmetli hizmetleşler, hürmetli milletleşler. İndirilen prezentasyada bu çalışma temasını korarsız. Bugünkü günde Makarif ülkesi ilk bölümünde en prioritetli yöneliş bulursanlar, çünkü cemiyetimiz bir patronlu hem de üst özgürlüşüne eğlendi. Bugün Makarif yanlış şartlarda yaşayan sebepler kişi terbiyelerde ayrışa cevaplı. Bugün ben sizge çalışma yasan vakitte o'qituvchi tarbiya ishining natijasi bo'lib har yoqdan komil ruhiyatdan o'sgan shaxs turadi. Hozir Makarif degan tushuncha o'zida o'zgarish kechiradi. Bu maktabda o'qutuv prosessi bilan tenglashtirilsa, hozir kengroq ma'no oladi. Bugungi kunda o'z turmush pozitsiyalari, gражданlik aktivligini formulashdan, jamiyatda yo'qolib qolib turgan yoshlar tarbiyalab bo'lishi tub maqsadga aylandi. Tataristonning Oshar rayonida o'rnashgan Yamakilar maktabi 95 yillik boy tarixga ega. Bizim maktabimiz rayonda eng zo'r o'quv maktablaridan sanaladi. O'qutuv tarbiya prosesida bizning 45 o'qituvchi turmushga oshiradi. Kollektiv yuqori bilimli o'qituvchilardan turadi. Bu o'quv yilida maktabga maxsusan azalib o'tib, 3 yosh birgash istaldi. Shunday etib, kollektiv siyonlari yashadi. Bugungi kunda muallim qilgan o'zlashtirib, bu ülkeye ishga keluvchilar bu bizni suyundiradi. Bizning o'quv yurtida 300 dan ortiq bugungi kunda bola bilim ham tarbiya oladi. O'quvchilar 12 ovuldan kelib o'qiylar. Maktabda 4 filial maktabda qoriy, unda 23 pedagog bilim beradi. Men o'zimizning o'quv yurtini bilim saroyi deb atalaydim, chunki bu yerda o'quvchilarga sifatli tibbiy bilim olish uchun barliq qulayliklar tug'dirilgan. Maktab binosi uning material texnik hali shaharlarda ulashilib boy. 26 klass kabinet, har birisida zamonaviy interaktiv taxtalar, proyektorlar bilan jihozlantirilgan. O'quvchilar uchun 2 kompyuter klassli, 2 sport zali, atletlar zali eng zo'r qurilma deb sanaymiz. O'quv yurtining bazasini o'tuv uchun hozir imkoniyatlar shartli ko'p. Yil sayin maktablarga shunday programma, proyektlar taqdim etiladi. Shunday federal darajadagi programmalarning birisida zamonaviy maktab proyektida bizning maktabda qatnashdi. Programma negizida maktab sifrli ham gumanitar profil bo'yicha bilim beruvchilarga qo'shqa ro'sta etib saylandi. Ana bu proyekt negizida 5 kabinetda kapitalning ham zamonaviy talablarga javob beradigan jihozlar qaytartildi. Bu yilda maktabimiz tarixida tag'in bir yangilik bor. Respublika boshlang'ichina qo'shilib, bilingual yo'nalishda o'qitib qaror boshlandi. Kelajak talabi bek zo'r, chunki yangi bugun il darajasida aralashuv uchun bir necha tilni komil bilishga tiyush. Programmaning asli bolaga bilim berishni bir necha tilda olib boruv. Bugungi kunda boshlang'ichdan boshlab matematika fanini rus tilida olib boruv, 5-6 klasslarda rasm san'ati fani negizida ingliz tilida olib boruv ham eng muhimi maktabda endi bizning sizda da shunday har birida o'ga hamil g'azillik bo'yicha terminlarni bilish uchun har bir o'sha o'ga fani beruvchi bolalar fanlarni rus tilida o'qiylar. Masala eslatib o'tirish kerak. Bugungi maktabda qo'yilgan talablar bek ko'p. Byudjetdan so'ralgan naqsha bilan birlikda maktab o'z ehtiyojlari uchun ko'pmanda ko'lamda o'zida oshirishlarga tegish. Avval maktab olarak biz oshirishga yashash ustuvi bilan ishlaymiz. Maktab yana o'sha stildagi yorti etajlar, 16 turli yashashlar, davlatlarning jiglar jilish quloqlari esa 2 gektar darajada yerimiz bor. Aliga joylashtirishda sponsorlarimiz bo'lsa, Allohga shukr, Allohga bek zo'r rahmat. Yil sayin xizmatidan ko'ra nurli o'qishli bo'lamiz. Bu o'quv yilida biz maktab budjetidan 400 mingdan ortiq akcha aytdik. O'zimizning yetishtirilgan produksiyani qo'llanib, bir bolani qo'ynoq osh bilan ta'minlash uchun maktab oyiga 250 so'mlik to'lash kerak. Maktab o'zgan o'quv yilida o'quvchilarning 2 daqiqa qo'ynoq osh bilan ta'minlashga erishdi. Maktabda savatli o'quvchilarning o'stirilishida ishlarga zo'r e'tibor beriladi. O'quvchilarimiz rayon, respublika ko'lamida o'zgan olimpiada konkurs yarashlarida jinglar oldi. 3 yil davomida respublika olimpiadalarida natijali qatnashib dinamikasi o'ng'ay. 3 yilga 6 o'rin olgan respublika bo'yicha bu ayirishlar to'g'ri tili matematika fanlari bo'yicha respublikada matematika bo'yicha o'tgan Kalinko olimpiadasida yil sayin qatnashib o'quvchilar jinglar oldi. Respublika hamraylarning premiyalarni ega bo'ldi. Tatar tili bo'yicha o'quvchilarimiz 2 yil o'tgan xalqaro olimpiadada prizli o'rinlar oladi. O'quvchilar fanniy amaliy konferensiyalarda yil sayin respublika darajasidagi
урыннарны яулыйлар. Каюм Насырый, Гайетtin Фәхретдин, Муса Җәлил, Габдулла Тукай укуларында һәр ел җиңүчеләр яулана. Коллектив үзе дә һөнәри конкурсларда катнашып, грамота дипломнар яулыйлар. Район күләмендә билгеләнгән Гариф Ахунов исемендәге премиягә ия берничә укучыбыз бар. Талантлы балаларга юл салырга, иҗат белем дөньясында үз юлларын табарга мөмкинлекләребез бик зур. Без үз чиратыбызда бу эшкә бик җитди карыйбыз һәм шуңа уңай нәтиҗәләребез дә бар. Бердәм имтихан нәтиҗәләренә килгәндә, соңгы 5 ел эчендә имтиханны химия һәм информатикадан 100 баллга тапшырган укучыбыз булды. 80 һәм 90 баллдан артык балл туплаган укучыларыбыз 67%-тан тәшкил итәләр. Бу 2 елда рус теленнән 96, литературадан 98 баллга башкарган укучыларыбыз бар һәм бер билем белән 100 баллдан алдылар. Быел математикадан профиль дәрәҗәсендә бер укучыбыз 80 баллдан артык балл яулады. Ел сайын медальгә кандидат булган укучылар үз белемнәрен арттырып, республиканың дәрәҗәле вузларында белем алалар. Яңа Кинәт мәктәбе, ул хезмәттәшлек мәктәбе, шатлык мәктәбе, тормыш мәктәбе, күңелле мәгърифәтче Риза Фәхретдиннең балаларыгызны үзегезнең заманыгыздан башка заман өчен укытыгыз. Чөнки алар сезнең заманыгыздан башка бер заманда яшәү өчен дөньяга килгәннәр дигән алтынга тең сүзләре коллектив өчен телевизорын итә. Хәзерге заман таләбе ул балаларның табигать тарафыннан килгән сәләтен үстереп, сыйфатлы белем биреп, аны шәхес итеп тәрбияләү икәнен һәрбез ачык аңлый. Галимнәр сәләтсез балалар юк, һәркемнең нәрсәгә дә булса сәләте, омтылышы була дип билгели. Безнең бурыч балаларның сәләтен ачу, кызыксыну ихтыяҗын тулаем канәгатьләндерү, сәләтен үстерү өчен юл ачу. Моның өчен укучыларыбызның тырышлыгы да, тәҗрибәсе дә җитәрлек. Алда әле эшләребез бик күп. Без яраткан хезмәтебезгә балаларга тугры калып, яхшы изгелек эшләргә тырышабыз. Барыгызга да авыр хезмәтебездә зур уңышлар телим. Игътибарыгыз өчен